Xafa bo'lmanglar-yu, bizanikilarda poddershka qilish madaniyati juda ham yomon. Nimagaligini tushuntirib beraman. Blogimni endi yuritishni boshlagan vaqtlarimni eslasam, videolarimga faqat adam bilan oyimgilar like bosib, kommentariy yozib o'tirishardi. O'zimni o'rtoqlarim, yaqinlarim, tanishlarimdan bo'lsa, faqatgina so'raganimda qanaqadir reaksiya bo'lardi. Shunda ham hamma poddershkada bo'lgan deb bo'lmaydi. Blog yuritishni endi boshlagan odamda yetarlicha xatolar, kamchiliklar, yetishmovchiliklar bo'lishi tabiiy va endi o'zini blogini yuritishni boshlagan odamda katta stress va hayajon bo'ladi. Odamlar o'zi meni qanaqa qabul qilyapti, yaxshi kontent chiqaryapmanmi yoki yo'qmi, yoki odamlarga yoqmayapmanmi degan katta qo'rquv bo'ladi. Bu vaqtda siz bosayotgan like, qaysidir kommentariyalar, repostlar sizga hech narsadek tuyulishi mumkin. Lekin blogini yurgizayotgan odam uchun juda ham muhim va har bittasi esda qoladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Blogini endi yuritishni boshlayotgan odamga sizning yordamingiz obunachilar yig'ib bo'lgandan keyin kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin endi boshlagan vaqtida bu juda ham kerak. Imkoningiz bo'lsa, bu insonga yaxshilikni ravo ko'rsangiz, qo'llab-quvvatlashingizni so'ragan bo'lardim. Nasib ertaga ko'tarilib ketgandan keyin shu yigitni ko'tarilishiga men sababchi bo'lganman deb eslab yurasiz. O'zimni ham yaqinlarimdan shu videoga bitta like so'rayman. Xafa bo'lmanglar-yu, bizanikilarda poddershka qilish madaniyati juda ham yomon. Nimagaligini tushuntirib beraman. Blogimni endi yuritishni boshlagan vaqtlarimni eslasam, videolarimga faqat adam bilan oyimgilar like bosib, kommentariy yozib o'tirishardi. O'zimni o'rtoqlarim, yaqinlarim, tanishlarimdan bo'lsa, faqatgina so'raganimda qanaqadir reaksiya bo'lardi. Shunda ham hamma poddershkada bo'lgan deb bo'lmaydi. Blog yuritishni endi boshlagan odamda yetarlicha xatolar, kamchiliklar, yetishmovchiliklar bo'lishi tabiiy va endi o'zini blogini yuritishni boshlagan odamda katta stress va hayajon bo'ladi. Odamlar o'zi meni qanaqa qabul qilyapti, yaxshi kontent chiqaryapmanmi yoki yo'qmi, yoki odamlarga yoqmayapmanmi degan katta qo'rquv bo'ladi. Bu vaqtda siz bosayotgan like, qaysidir kommentariyalar, repostlar sizga hech narsadek tuyulishi mumkin. Lekin blogini yurgizayotgan odam uchun juda ham muhim va har bittasi esda qoladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Blogini endi yuritishni boshlayotgan odamga sizning yordamingiz obunachilar yig'ib bo'lgandan keyin kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin endi boshlagan vaqtida bu juda ham kerak. Imkoningiz bo'lsa, bu insonga yaxshilikni ravo ko'rsangiz, qo'llab-quvvatlashingizni so'ragan bo'lardim. Nasib ertaga ko'tarilib ketgandan keyin shu yigitni ko'tarilishiga men sababchi bo'lganman deb eslab yurasiz. O'zimni ham yaqinlarimdan shu videoga bitta like so'rayman.